Nahot bu yorug' dunyoga baxtsiz bo'lgani kelgan bo'lsak, yaratgan atrofimizni ne'matlarga to'ldirib qo'ygan bo'lsa-yu, barchasiga ko'z yumsaga, dedi-yu turli videolardan yiroqlashish vaqti qachon keladi? Umr o'tyapti-ku. Agar biz har bir akillagan itga tosh otishga urinib to'xtasak, manzilga qachon yetamiz? Yomonlarga biz ham maddohlik ila javob qaytarsak, ana o'sha yomondan hech qanday farqimiz qolmaydi-ku. Vaqtni ketkazib, umrni isrof qilmaylik demoqchiman xolos. Bilingki, siz qilayotgan ishingiz bolday asal darajasida bo'lsa ham, pashshalar uchun buni hech qanday ahamiyati yo'q. Zar qadrini zargar biladi. Bir fikrlab ko'ring. Hamma ham yoshi ulg'ayib, qarib, keyin dunyodan ko'z yummaydi. Bemahal o'limlar ham bor. Umr bitta va u tugash xususiyatiga ega. Umr bizga bu eshikdan kirib, narigisidan chiqib ketguncha beriladigan vaqtdir. Vaqtimiz sifatida qanday o'tishi esa o'z qo'limizda. Vazifamiz ikki dunyomizni chiroyli qilishdir.